ketdi. Birinchi raund start. Islom markazni egalladi. Sekin-sekin nuqtasini qidiryapti. Alex go'yoki fake yurishlar qilyapti. Kim birinchi tavakkal qiladi? Islom chapaqay stoykasida va ketdi. Volkanovskining birinchi hujumi u boshladi. Maxachev kontrapanchlarda ishlamoqchi ekanligini sezishimiz mumkin. Tizza quroli bor, xavfli. Islom oyoqqa intiladigan bo'lsa qabul qilib olishi mumkin. Hoppa, hujum qildi Volk. Chap qo'l muvozanatni yo'qotdi Maxachev. Mana sizga start, mana sizga Volkanovskining shiddati. Tortadi yoniga, ochiq jangga kirishib ketishdi hozir va endi Volkanovski muvozanatni yo'qotdi. Birinchi marta Islom high kick ijro etdi, tizza bilan oldinga kirib bordi va klinch. Klinch Volk uchun yaxshi holat emas. Oyoqni yuqoriga tashladi, ketdi, bo'yinga harakat. Sekin, shoshmasdan Islom santimetr bilan yuqoriga intilib, qulfni yopdi oyoqda. Qulf yopilib bo'lgan, endi qocha olmaydi. Endi faqat chidashi mumkin. Hozircha kutishga qaror qilyapti Maxachev yoki kuchi yetmayapti. Buni endi aytib bo'lmaydi. Kulyapti-yu Alex. Kulyapti Alex. Kulyapti Islom. Yaxshi raund boshlanishi. 1-2 daqiqa sal razvedka